Assalomu alaykum, hurmatli Bodo o'zini qadrli obunachilari. Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Sizlar so'ragan, sizlar juda ham kommentariyalarda ko'p istagan Primoy eksklyuziv zavoddan, Bodo zavodidan to'g'ridan-to'g'ri videoni sizlar bilan birgalikda ko'rib bormoqdamiz. Akalar, bizda 2026 Rexha modellari, 2026 mini car modelllarimizni skidka variantlari, bularda qanday o'zgarishlar bo'ldi va zavodda polniy obzorini va zavodni ofitsialniy magazinini yaqinidagi sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Oldindan videoga bitta like bosib, podдержка qilish va kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldirish esdan chiqmasin. Bodo o'z sizlar bilan birgalikda boshladik. Har bitta kitobni bosh sarlavhasi va kirish qismi bo'lganda, biz ham kirish qismidan boshlaymiz akalar. Qanday bo'lmasam, marhamat qilasizlar. Zavodimiz kirorishlar bilan yangi Rexha modellarini tayyor qilib paxlab qo'ygan. 5 xil rangda ishlab chiqardik akalar. Aynan sizlar so'ragan, sizlar talab qilgan ranglarda. Trendga chiqqan modelimiz молочный svetda. Rosa kayfiyat ko'taruvchi rang, qaymoq rang ham bo'laveradi. Salonda ichlari, salon yonidagi dugalari va sidena kojalari, sidenalar polniy kojada ishlangan. Bu yilgi Rexhamiz 5 ta akkumulyatorli qilib ishlangan. Katta ulkan akkumulyatordan qo'yilgan, kilometrga ta'sir qilgan. Balonlari ham Sayvon firmasini brendiga tegishli. Maqtashga arziguli joyi ko'p, o'shaning uchun sizlarga birma-bir ma'lumotini berib o'tiraman. Ko'rganlaringda JMP mahsulotlarini mana shu rangini bu tomonga tayyorlarni taxlaganmiz. Bular hozir voha tomonga qarab chiqib ketyapti akalar. Va mini karlarimiz e'tibor berganlaringda bularda hali stop yo'q, ya'ni yig'ilish jarayoni hali to'liq bitkazilgani yo'q. Bular ham xudo xolasa voha tomonga Samarqandga chiqib ketyapti akalar. Stopi qo'yiladi, oynaga qo'yiladi, ichidagi elektronniy detallar o'rnaladi. Eshiklarni ham alohida ko'rsatib o'ting. Shumizolyatsiyalar qilingan polniy pol, to'rttala eshiklari, kuzov qismi shumizolyatsiya bo'lgan holatda. Akalar, zavodmi? Mana sizlarga ochiqcha zavodda qanaqangi yig'iladi, qanaqangi holatda mahsulotlar tayyor holati, yig'ilib turgan holati qanaqangi turadi, sizlarga birma-bir ochiqchasiga ko'rsatib o'tyapman. Chunki bizda avvalo sizlarning ishonchli ham muhim. Biz misol kichkinagina sexchada, sklatchada yig'iladigan mahsulot emas, как положенный zavoddan ishlab chiqarilib turgan mahsulotlar qarshisida sizlar bilan turibmiz akalar. Xo'p, bu mini car modellarimiz, xudo xolasa bular ham o'z xaridoriga tayyorlanyapti. Sizlar ham xuddi ushbu modellarimizni xarid qilsalar ham bo'laveradi. To'liq zaryadkada 150 km havoda yurib beradi. Hozirgi holatda bemalol zavod sizlarga 100 km garantiya beradi minus havoda. Yozga chiqib albatta 150 km ga avtomatik o'z-o'zidan lition akkumulyator ko'tariladi. Lition ham bitta katta sidenani band qilgan tagini. Ulkan bitta chemodanli 60 kg akkumulyator bilan jihozlangan akalar. Xudo xolasa bu mini karimizni ko'pchilik suydi, ko'pchiligiga juda ham yoqdi. Yo'llar yana yangiliklari bor akalar. Bundan da ulkanroq deymizmi? Bundan da kattaroq deymizmi? Bundan da tezligi baland va kilometr balandlarni xudo xolasa yo'lda tayyorlab qo'yganmiz. Bu ham отдельный obzor bo'ladi. Sizlarga hozir telefon qilib yo'ldagi qancha, boshqa qanaqangi xarakteristikasi so'rashni keragi yo'q. Chunki biz ham uni to'liq ma'lumotini bilmaymiz. Shuning uchun kelsa, albatta video obzorini qo'yamiz akalar. Xo'p. Rexha modelimizning молочный varianti va bu rangi ham menga o'zgacha yoqdi. Pista rang, pistachiyo, shuna deymizmi? Qaranglar, kraskalari ham отдельно sepilgan. Kraskalari yo'q, salonda ichi yo'q, yondagi dugalari deysizlar, tepadagi shoxlarimi har bitta detalga Jimpen brendi alohida garantiya beradi. Chunki sizlar o'ylagan bu yengil yupa ko'chada sotilib turgan brend yo'q modellardan emas. Men ko'chadagi brendlarni yomonlamoqchi emasman, lekin bu mahsulotni o'zi skuter minib yurgan bo'lsangiz boshqa brend bitta haydab ko'rib, o'zing ko'pchilik aytgan uchun aytayapman. O'zi farqini sezishyapti. Sifat bilan sifatning farqiga odamlarimiz sekin-sekin borib turgani uchun men sizlarga bunday nima desa bo'ladi? Misol qilib keltiryapman. Haqiqatan ham zavod juda ham sifat yuqori va bu rangini ko'ringlar. Bu feruza rang deymizmi buni? Seri deymizmi? Noodatiy ranglardan biri. Har bittasida o'zini
yon kilonkalari bunga taqib qo'yganmiz. Yon kilonkalari bor tashqaridan va albatta ichkaridan perudverniy qilib ishlangan. Ichkaridan tashqaridan ham ochaverasiz. Yozda bitta harakat bilan mana shunday qilib olishingiz mumkin. Hozir men to'liq ochib o'rganim yo'q. Sizlarga ko'rsatish sifatida ko'rsatib beryapman. Magnit va lipuchka yordamida qilingan. Umuman shamolda yurasizmi, qor bo'ron toshda yurasizmi, bu o'z-o'zidan tushib ketmaydi. Temirga magnit yopishadi va qattiq lipuchkasi yon tomonlariga yopishgan holatda juda ham sifatli qilib ishlangan. Akalar, va bu rangimizdan ishlab chiqarib qo'yganmiz. Jempenni mana shu feruza rang. Har bittasida balon kalpagi bo'ladi, yonida o'zini mana shu ko'rsatganimda kilonkalari bo'ladi akalar. 5 ta 45 ta akkumulyator bilan 60 volt 45 amper joylashtirilgan. Orqasini ko'ring. Orqadan ham noodatiy o'zimizni Jempen brend, haqiqiy brend bo'lgani uchun har bitta detalida Jempenni yozuvlarini ko'rasiz. Orqa stobidami, old faralaridami. Old faralarda o'zimizni zavod Jempen original brendi, zavod brendi. Balonlarida deysizmi aka? Balonlarda mana qaysi tomonda? Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Mana Jempen original brend logolari bilan har bitta detalda original bo'lgani uchun ko'p men shu so'zni ishlatyapman, chunki haqiqatan ham sifatga yuqori qaratilgan modellardan biri. Xo'p, akalar, bu rangimiz, pista rangimiz, moloshniy rangimiz, yana jigarrang rangimiz bor. Hozir u ishlab chiqarish jarayonida. Uni ham albatta video davomida ko'rsatib o'tamiz. To'liq zaryadka bilan qishki havoga 70 km bu mahsulotimiz yurib beradi. Yozgi havolarda 80-85, 90 km gacha zavod garantiya beradi sizlarga yurib berishiga. Tezliklarimiz 35-40 ni tashkil etadi. 3 ta skoroskda harakatlanadi. Avarenkalarimiz bor. Bu mana oynalarigacha ko'ring. Yevropa standart sertifikati va Jempen brend logosi. Ya'ni nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyoga, Yevropaga, Ruminiyaga, Turkiya juda ham ko'p davlatlarga Jempen o'z mahsulotlarini eksport qiladi. Shuning uchun Yevropa standartlariga javob beradigan sertifikatni oladi akalar. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa zavoddan chiqdik va yo'lda, tekis yo'lda qanaqangi manevrlarga chidashligi va Jempen mahsulotini ponli xarakteristikasini, yo'lda o'zini qanaqa ko'rsatib, qanaqa tutishini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozirda o'zimiz showroomga ketyapmiz. Birgalikda kuzatib borasizlar. Qani bo'lmasam, go. Mana yopildi. Bismillah, ketdik mana. Xo'p, yo'lga chiqdik. Skorsimiz maksimumda turibdi. Ochib olganim yaxshimi, yo'qmi? Xo'p, xudo xolasa mana. Yonma-yon ketyapmiz pista rangi va o'zimizni armenskiy yashil balotoy rangimiz bilan. Akalar, hech qanaqangi yonni mana to'sib olganmiz. Havo shovoda qanaqadir noxush sovuq narsami, sovuqlikmi bilingani yo'q. Prosta ketyapmiz mana. Yamalarda ham zo'r cho'sva qilyapti o'zini. Umuman taqir-tuqirda shum ham yo'q, hech qanaqangi siltash ham yo'q. Men qisib olmayman. Mana ko'rishlar mumkin mana. Tashlatib ko'ramiz. Tormozlarni bosib mana. Mashina yo'qmi? Ko'ryapsizlar, bitta bosganda sancha olyapti o'zi. O'z holatini mana bu yerda perez kelyapti. Perezdan to'xtamay o'tamiz. Hamma mashina to'xtab o'tyapti. Biz esa bu perezdan mana qaranglar. Umuman shum yo'q. Mana manevrlar qilyapman, mana o'ngga chapga keskin burilishlarda ham yoni umuman tashagani yo'q mahsulot. Mahsulot juda ham tetik holatda ketyapti. Mana tormozni bitta ko'rib e'tibor berasizlar. Joyida qotyapti tormoz ham. Joyida qotib beryapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tormozning sistemasiga to'xtagandan keyin razgom olishiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r sassayandida o'zini ko'rsatib beryapti. Jempen Reksha modelimiz akalar. Arqadan ham ko'rinishini qaranglar, juda ham juda so'zni ko'p ishlatyapman. Haqiqatan imенно shu modelga bu so'zni, bu maqolani ishlatish aynan tushadi deb o'ylayman. Chunki har tomonlama, kuch tomonlama ham,
bosim tomonlama ham, har tomonlama zo'riqtirish tomonlama ham ishlatsalaring, hammasiga bemalol bardosh beradigan model olib, oila uchun, semeyniy, bolalarni so'p, bog'cha, maktabga, o'zingiz kundalik ishlatishingizga ishlatiladigan model juda ham qulay bo'ladi bu. Xo'p, mana magazinni ko'rsatishingiz mumkin. Mana bismillah aytib o'tib olamiz. Va Bodo Moto Centerga hammalarni taklif qilib qolamiz. Hozir birma-bir sizlarga manzilni tushuntirib o'taman. Mana shu yerdan kiramiz. Akalar, Bodo Moto Centerga kelganmiz, ya'ni zavodimiz yonidagi ofitsialniy o'zimizning filial. Reksha modellarini bitta ko'rsatib o'tib ketasiz. Xo'p, manzilimiz qayerda akalar? Manzilimiz Prom zonada, Spir zavoddan bu tomon Spir zavod, bu tomon mana Prom zonada yangi qurilgan novostroykalarda yonida o'zi uglovoyda joylashgan, parkovkasi ham juda ham bejirimga, mashinalar qo'ygani, rosa qulay qilib ishlangan. Bemalol Uchko'prik rayonidagilar Prom zona mana shu betda Garadoy desa ham bo'ladi. Garadoy tomonidagilar mashina bozoriga yaqin hududda joylashganlar. Yo bo'lmasam Qo'qonboy territoriyaga yaqin odamlar bo'lsa, hammalarni mana shu do'konimizda kutib qolamiz. Hozir do'konda ichida nimalar bor? Do'konda ichida qanday mahsulotlarimiz bor va assortiment qanaqa? Avvalo eng kerakligi sizlarga narx-navos qanaqa? Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz akalar. Videoga bitta like bosib qo'ying, hali bosmagan bo'lsangiz, qizig'i hali oldinda. Ofitsialniy filialimizga ham kelib oling akalar. Birma-bir endi assortimentlarni ko'rsatib o'tamiz. Alt Motors o'zimizning hamkor brend ostidagi benzinli muraveylarimizni ham hamma assortimentidan terib qo'yganmiz akalar. Hozir bu yerda to'liq olinisi yo'q, lekin bor mahsulotlarda mana polkabinali kvadrotsikl deysizlarmi, polkabinali mana samasval deysizlarmi, yukxona modelimiz deysizlarmi, ferma xo'jaligi uchun hamma modelimizdan kashalot, hamma modelimizdan terib qo'yganmiz va Alt Motorsdan tashqari bu yerda Bodo mahsulotlarini ham topishimiz mumkin. Filialimiz yangiligi hisobiga barcha modellarimizni hali sig'dira olganimiz yo'q. Shuning uchun birma-bir hozir showroomda ichida nimalarimiz bor va tashqari holatda va asosiysi narx-navolari qanaqaligini birgalikda ko'rib chiqamiz akalar. Zavod narxi, zavod ofitsialniy showroom akalar. Qani bo'lmasam ketdik. Nima ham deymiz? Yangi do'kon akalar. Shuning uchun sizlarni ham vaqtlarini qadrlagan holatda modellarimizni narx-navolarni tezda birma-bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Va asosiyini aytaman, kelib tippasi savdolasalaring, sunnatiga ham kamchilikligi bo'ladi akalar. Videoda aytyapmiz, magazindagi mahsulotni. Zavodda aytgan narxlarimiz eng oxirgi narxlarda. Magazinda yana tippasi savdolashib, barakasini qilib ketishinglar mumkin. Eng asosiysi bizga sizlarning ishonchlaring muhim, pullar emas. Akalar, 2 tonnali original Bodo benzinli mahsulotlarimiz Zongshan motorlar bilan jihozlangan Alt Motors modellari bilan chambarchas bog'liq qilib ishlab chiqarilgan modelimiz $1700 dan do'kon narxida. Xo'p, 1 tonnali standart hamma turga tushadigan standart klassik modelimizni $990 dan 1 tonnalikda beryapmiz. Akkumulyator tayyor holatida. Tashqarida turgani uchun ozgina chang chungi bor, chunki yo'lli bo'yidagi do'kon akalar. Buni ichkaridan shiklatdan yo bo'lmasam zavoddan kirib olib chiqib berishadi. Yangi akkumulyator, yangi modelini. 990 dan kelib yana tippasi savdoni amalga oshirishinglar mumkin. Yana sunnatiga o'tib berishar ekan. Kabinali Bodo variantlarimiz 1 tonnali polni kabinali qilib ishlangan. Kabinalikda sezonda ko'p brendlarda ko'rdim. To'g'risi aytib o'tmayman, 1,5 ming, $1600 dan ham sotishdi. Bodoga kelib turib, imенно mana shu do'kondan, mana shu videoni ko'rib kelyapman desaning, 1300 dan yana o'tib berishadi akalar. Yana kam ketigi bor. Do'konni ichini ko'rsatamiz. Keling. Qiziqroqlari do'konda ichida. Kimgadir Motorola qiziq, kimgadir skuter. Hozir mana magazinga kelasiz, nima olmoqchi bo'lsangiz, to'y hashamgami, bolalarda misol sovg'asigami, umuman keladigan bo'lsangiz, shu yerda o'zida ishlang bitadi. Kalaskadan tortib moshinachadan tortib mototsiklcha, samokat, xadonok, hamma narsalarni mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerda bitirib olishinglar mumkin. Skuterlarimiz ham assortimentlari elektrovelosiped 28, 26 razmerlari bor buni. Monster modellarimiz dastavkada rosa trendga chiqdi.
nomer prava so'ramaydi. Mana shu do'konga kelib turib, bemalol savdosini akamlar o'zlashida bo'lishadi, davom ettirishingiz mumkin. Aka, mana sizga aytgan arzon modelim mana shu bo'ladi. Standart klassika. Tepada o'zini pol kabinasi bor, ya'ni havolarda shamolni to'sish uchun telefon postavkasi, 4 tali fara, lupali va o'zini ofitsialniy farasi bilan keladi. Mana Cobalt pult rasa so'rashga, mana Cobalt pult ham ishlab chiqarib qo'yganmiz. Zavod qilishingiz mumkin, zammogini quplashingiz mumkin, har balo qilishingiz mumkin. Skidkaga tushirib o'rganmiz. Qishda, qishki havoga, sovuq kunda issiq aksiyalarda mana sizlarga bodo ta'minlab beradi. Aytgan narximizdek, hamma komplekti o'zi bilan qo'shimchada chiqadi. Kaskasi, jiletkasi, o'zini oynaga и full komplektatsiyada klassik 1 tonna 108 lik modellarimiz shular. Xullas, assortimentlarda kelib o'zing ko'zlang bilan ko'rganlaring boshqacha va kelganlaringdan keyin sunnatiga yana o'tib berishadi. Kelib bemalol mana shu videoni bodoni ko'rib kelyapmiz deb, shunday podpiska bosganingizda, shunday ko'rsatsangiz, bemalol skidkalarni sizlarga amalga oshirib berishar ekan. Videoga bitta like bosamiz, nomerlarni pastda qoldiraman, aloqaga chiqib turib, kelib yo bo'lmasam dastlabki xizmatlarni ham amalga oshirishingiz mumkin akalar. Servisdan o'zlarini modellarni, bodomi, boshqa brendmi, muammosi bormi, mana shu yerda o'zini bitirib olsanglar bo'ladi. Pol kabinaga so'raganlar, skidkaga tushgan bu modellarimiz ham $110 dan, Alisher aka, $110 dan pol kabinalarni shu yerda o'zida o'rnatib berishadi. Hamma xomuti, farasi, motorolizi o'ziniki bo'ladi. Yonidagi powerotlinlarni qo'shib, rula ta'mirlab, texas motor qilib jo'natib yuborishadi akalar. Akkumulyator deysizlarmi? Boshqa zapchas, arqa fara, stop 200 xilga yaqin zapchas turlari bor. Bemalol chetda motorol yig'ib chiqib ketsangiz ham bo'laveradi. Shunaqangi assortimentlarimiz ko'p. Hali taxlab ulgurganimiz yo'q. Kesalaring ungacha boshqa assortimentlarni ham ochib tayyor qilib qo'ygan bo'lamiz akalar. Reksha modeli. Reksha modelimiz 5 ta akkumulyatorli 45 amperlikdan qilib joylashtirilgan. Ya'ni 60 volt 45 amper akalar. 1000 motor miyali bo'ladi. O'zi Reksha modelini nimaga suyishyapti? Nimaga bu modellarni ko'proq xarid qilib, ko'p yillar davomida haydab yurishyapti deb men o'zim ko'p xaridorlarimizdan so'radim. Chunki buni o'ziga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, modelni asosiy 90% qismi temir bilan qoplangan. Uni og'irligi ham juda ham yaxshi, amortizatsiyani ishlashini ko'rsatib o'taman. Boya sizlar bilan yamadan o'tdik, perezdan ham to'xtamasdan o'tdik. Ko'rdilar, amortizatsiyani ishlashi juda ham silliq va sokin ishlayapti. Buni qimirlatganimizda ham umuman taqir-tuqir shum yo'q. Plastmassa modellar 3 g'ildirakli bo'ladimi, 4 g'ildirakli bo'ladimi, haydab ko'ringlar, taqir-tuqir qilib u joylari ham tushib qolishi mumkin. Lekin JMP modellarda va original Bododa bunaqangi muammo bo'lmaydi. Chunki original zavoddan bu videoni va zavod narsalarni xarid qilgan bo'lasizlar. Xuddi shunaqa modellar 5 xil rangidan bittasini tanlab olib turib, hoji otamgami, hoji onamgami, ayolingizgami podarka qilsangiz, topganingiz faqat duo bo'ladi. Shunaqangi xursand bo'lishadi. Bu modellar 2026 model ishlab chiqarildi akalar. 2026 o'zgarishlari bilan akkumulyator kattalashgan holatda juda ham ko'p funksiyalarga yangiliklar qo'shganmiz. Motor qisish holatlari, ya'ni to'xtaganingizda o'zi motor yordam berib, to'xtashga sizga yordam beradi. Vujudi temir. Haydaganingizda ham o'zi bilasiz, plastmassadan temirga o'tib, mana haqiqiy jeleza shu bo'ladi-da. Ko'rib turganingizdek, JMP original narsa ekan. Olinglar, bitta haydab ko'ringlar, aytasizlar. Farqi bor ekan haqiqatan ham boshqa brenddan imенно mana shu JMP yoki Bodo mahsulotlarini deb o'zlaring aytmasalar, mana men sizlarga kafil. Hammaga rahmat. Videoni davomini ko'ringlar. Xullas akalar, videoni kadriga ham alohida e'tibor berasizlar. Truga necha mana. Bu haqiqiy san'at asari, haqiqiy dizayn. Bu JMP modelida, Reksha modelida mujassam bo'lgan akalar. Ko'rib, videoga bitta baho beringlar.